Uqmagandaki bir anjay telefon ishlatgan bo'ldim manda. So'rab emasdan meni beshini og'ritib. Voy bu kunda o'tib kunda odim juma rasmiy. Bola. Xapamay ma telefon chiqarib bera. Bu nemiz ne bo'ldi bu telefon qarabaqla? Voy dada. Bir anjay telefonni ishlatgan sen faqat unumay ketdim bir ishlatmagan bo'lgandan keyin ishlatmasang olmamdi. Meni ko'ra. Oldidan qaradilar. Ha. Meni besib kirsa. Ha. Besib kirgandan keyin men bosh pettigani bosam chiqdi u mana. Bolam, Of. Acayip beshini og'ritding dada. Voy. Uqmagandan keyin bir anjay telefon ishlatgan bo'ldim manda. So'rab emasdan meni beshini og'ritib. Voy bu kunda o'tib kunda odim juma rasmiy. Aytlab beraychi anjandan birini. Voy. Ne bo'ldi? Nimda qo'pol tegsa dadamga ma'abbadim telefon nim bo'ldi? Yo fukam appasam bir dadam ishiltalaydigan bir ishig'i mos kelgan bir telefon appamamsa kunda so'raydi bir savol menda beshini og'ritib. Ey, kuzani juğa etib qarab baqa aldingda kimga kichik bola emasniki? Ha? Masin kichigimda bir qilib jonqan dadam juma oldingdaki. Voy bilma, dadamliqni obdan bilmasam, depamsam obdan fuqmaman. Uqdingmi? Men senin kichik bolang emas, tuzlik yaqiljimi fukam? bolalarım, bo'ldi qilinglar, urushmanglar. Jinim dadasi aralashmay tura. Beshimni og'ritib. Ay g'ingshi va migna nimanda qilsa? Ha? Cho'ng'agan sirma aqlingda ketotamsanmi nima? Dadamning bu ishida birni tushunmasligi normal ahvolg'u. Bir qaqshimay, terikmay, bir o'zini bisib tushunib qo'ysang nim bo'pti? Ay jinim aka, kichik vaqtingda bir o'ylig'ini Bilspitay derse to'g'liblam uqamding, uqmayding. Dadam o'rgatganda, o'rgatgan vaqtida sen tilg'anmidi? Sen urg'anmidi, qaqshig'anmidi? Qiliqlaring umoq ko'rinib, kulib turib o'rgatgan bo'g'iydi. Hozirgi dadam darsning kichik vaqtinga o'xshaydi. Ota-onamiz qayrg'an ser noziklashib ketdiki, shu kichik boldek bo'lib qoldik-ku, biz sabrchanroq bo'lsak nim bo'pti? Ko'nglimni yerim qilmadi da. Sen ben bağu. Akam ögütüp koymasa, ben ögütüp koyma. Neni düşünemden köstüp bakay? Vakırgıdaki işmiki. Şu bolalarım sizlar yo'q chog'da to'limi zerikib qolar ekan men. Shunga men iftixor apsidan ovozli asarlarni anglayotgandim. Tuyuqsiz topolmay qoldim. Qayerda bo'g'aydi? Men bilmadim bola. Bir qarab bergan bo'lsangiz. Kötürgün dada. Sen iki balam batırıp biresimiz mi sen hemra bulamadık. Sen bilen moğduş bulamadık. Yani imtihanın abis bop kaptı ki. Sana yağızlıkını çöndürmaptı cinimde de. Bence cinimde de. İnkas rayonuğa İftihar abis en yaxşı dep 52 tal yürek yığıp bir etlik haksız əzalıqı erişdim. Ben sana içip berek. Halğanı anılsan buldun, nimeni yaxtırsan şunu anılsan buldum, maqulmadı da. Rahmet canım balam, rahmet. Ben bilemen. Sizler çoğun buldunlar. Sizlerin öz aldığınlarga turmuşunlar ba. Hizmetinler aldıraş. Ben sizlerden herkes rencimeyim canım balalarım. Dada, beni kechirgin. Men sen qo'pollik qilib qo'yibman. Ko'ngling olmag'ina. Çık bala, hiç kız yok. Singlim, sana rahmat. Sen haqiqatan men toz tushunmagan bir haqiqatni men bildirib qo'yding. Garchi men sendan cho'ng bo'lsam-mu, lekin aqlim senikidan kichik. Yaşanğan atanınız xuddi sizning kichik vaqtingizga o'xshash nozik bo'ladi. Ular sizning ko'plab ko'ngil bo'lishingizni, hamroh bo'lishingizni istaydi.